Yaqinlarim o ani qaranglar. Pul kerakmi deb yozib qo'yishibdi. Ko'rdinglarmi? Shuni ro'parasida sizlarga Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida 12 sotik 10 xona joyi yo'lni yoqasida, prямо mana shu yo'lni yoqasida savdoga qo'yilyapti. Prямо egalaridan. Pastdagi nomer egasiniki. Hani olib sotar, ustiga qo'yib sotar, unaqa foizga sotib beruvchi unaqalarniki emas. Prямо egalariniki 12 sotik joyi savdoga qo'yilayotgan ekan. Kelinglar ko'rsatamiz. Yaqinlarim. Mana Orientir mebellar uyi oldida shu to'g'ridagi darvozani ham mana shu yerdan qo'yar ekansiz. Kadastrda hujjatlari hammasi ichida ekan. Mana shu joygacha qo'ysanglar bo'lar ekan. Sizlar ham bemalol mana qo'shniga o'xshab 4 etaj, 5 etaj qurib olib ofislarga berib yuborsanglar bo'ladi. Puli chiqib ketadi. Общий 12 sotik ekan, ichkarilarini ko'rsatamiz. Har bir bandaga nasib aylasin, yer hisobida berib yuboryaptilar. Mambetingiz o'zi bir 4 sotikcha joy, yaqinlarim. Kelish kerak, gaplash kerak, egasiga pul zarur. Yana bularda ham joylari bor, pastda egasining nomeri Qorasuv. Mebellar shaharchasi bor. O'rta Chirchiq Qorasuvda. Darvozani ham mana yengisini qo'ydirib qo'yibdilar. Ate o'sha yerga qo'yib olsanglar bo'ladi. Traktorga yetmasdan. Bemalol ekan, hujjatlari bor ekan. 12 sotik joy. Mana hovlimiz. Hovli yangi remontlar qilib qo'yilgan. Общий 10 ta xonasi bor. Mana bu yerda bitta xona, oshxona, bu yerda 3 ta xonamiz. Remontlari bilan undan keyin yana 4 ta xona, pastda ham общий 3 ta xona bor ekan. Общий 10 ta xonasi bor. Ahvoli qanaqaligini mana bir chekkada mana shunaqa ahvol. Hamma yoq shunaqa svejiy remontlar qilingan. Uncha jihozlarni ham ko'p narsasini tashab ketamiz deyilyapti. Bemalol 4 ta oila joylashib olsanglar bo'lar ekan. Ana anorlarning ustini sog'urmasin deb ani kanakunjut degan palma daraxtlarini yopib qo'yilgan ekan. Keling, bu yerdan ham birni ko'rsatib yuboramiz. Remontlari qanaqaligini ko'rishligi uchun bu yerda 3 ta xona mana kiraverishda ayvonimiz, ichkarida 2 ta xona, bitta zal, bitta yotoqxona. Kelib gaplashinglar yaqinlarim. Bemalol biznes uchun joy bor. Shuncha hovli, orqasida fermalarigacha, tovuqxonalarigacha bor. Yo'lni yoqasida. Pastda egasining nomeri, yaqinlarim. O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq, Massiv Qorasuv. Sizlar ham uy joy sotmoqchi bo'lsanglar, 200-300 dollarga ishinglarni hal qilib beramiz. Realni oluvchiga zaklat olguningizgacha xizmat qilib beramiz. Uy joylar ham topib beryapmiz. Tepada nomerlarimiz. Bu yerda 4 ta xona, pastda 2 ta xona. Keling operator, mushularni qaranglar. Bonusiga tashib ketishar ekan. Bu yerda mana tovuqxona. 12 sotik. Hujjatlari hammasi joyida. Shu rayonga kelasizlar. Mana shu yerda yo'l yoqasida narx-navolarni so'raysizlar. Har bir sotigida kamida 2000 dollardan kelishtirib beraman deyaptilar. Siz topasizmi mana shu yo'l yoqasida nech pulga topsiz? Bir sotigini bular mana shu 12 sotikni olsangiz, har bir sotigini 2000 dollardan arzonroq ham qilib berar ekanlar. Qani, narxlar yoqdimi? Odamlar 10 sotik joy 250 ming so'rashyapti. Bular 12 sotik joy, uy joylarimdan endi egasi so'raveradi. 225 ming so'rashyapti. Zo'r odam ekan, ko'ylarini topsanglar yarim narxiga ham berib yuboradi. Ishonaveringlar. Pastda egasining nomeri. Yana bitta uchastkalari bor. Hozir bu yerdan chiqib u yoqqa boramiz. Siz videoni davom eting. Like'larni bosib, podдержка uchun ham Alloh menga bundan zo'r joylarni nasib ayladi. Yozib qo'yavering. Allohga onson. Tez kunlarda nasib aylaydi. Siz o'zingizda bor bo'lsa, yaqinlaringizga nasib aylasin. Sog' bo'ling.